Qovog'i bor qizlar. Da makiyaga ham o'zimni qova ko'taradiganim ko'tarib kelganman, chunki bu yerda kamdan kam makiyaj qilaman. Asosan nima deydi, qova ko'taradigan bilan bo'laman, chunki chiroyli o'sha ko'zimni ko'tarib turadi qovog'ini va ko'zim bo'yamasa ham chiroyli turadi. Buni mana idishchasi bo'ladi, o'zi bo'ladi. Buni ichida ko'p bo'ladi. Ammo ustidagi paketlarni tashlab kelmanda og'ir qilmaydi. Ko'zligimda qo'yganinglarda shuni ko'tarib beradi ko'zinglarni. Qova ko'taradigan. Bu ertasi kuni olib tashlasanglar ham ko'zinglarda kecha qanday o'tirgan bo'lsa shunday turib beradi. Men garantiya beraman. Tushib ketmaydi, bilinib qolmaydi. Makiyaj ustidan qilinadi. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r turadi. Hozir meni ko'zimda yo'q, chunki men kecha qo'yganman. O'sha ko'tarilib turgani bo'yicha turibdi hali ham. Ya'ni olib tashlaganman, lekin hali ham ko'tarilib turibdi. Ya'ni ko'zinglarni osiltirib yormaydi qovog'inglarni. Bemalol o'shani bossangiz bo'ladi.